Anlatamayotgan bir narsa bizcha Xitoyning düşmanligini ba'zi bir insonlarga, ya'ni hammasiga emas, Uyg'urlarimizning ba'zi bir insonlarga anlatamayapti. Ma düşman ma o. Ma düşman. Ma aniq düşman. Bizning düşmanimiz, tarixiy düşmanimiz ma o. Manada hazar ilashtirishimiz kerak. Bundan diqqat qilishimiz kerak. Buna ishonmaslik kerak degan narsani anlataman. Bo'shilib qoldim. Shamol mani deb ketgan ekan, menda oldi. Hozir xuddi vatanga berish tayyorlik qilayotgan bir necha insonlar bor. Buning oldida so'zlab, bundan keyin so'zlaymiz. Chunki bu Xitoy bir iqlimga aylantirib, men Xitoyning chog'ini ko'rdim, qanday qilganini, qanday bo'layotganini, qanday shaklda bizni o'tirg'a chiqqanligini men ko'rdim. Demak, Xitoy bu uyanni davomlashtirdi. Endi bu yil yoz kelishga nurg'un tayyorlik pichoq bilayotganlar bor. Xitoy sizni har shaklda qirtiqqa tushirdi. Badingiz bağlanlıkını anlattığımız bir yerdeki qarindoshlarimizni ketgandan keyin sen o'z tuxuning ketdi, sen manda qilib deb uning shu necha avlodini so'roq tatqonligini anlattığımız. Ular aramlik yo'q, u vatandagilarga aram yo'q. Anadaki mushu shakldagi insonlar va anlatdim, men ko'rib oldim, Urumchida kechki bozorda bir yeb oldim, yoki ani ilib oldim. Bu o'zining manfaati, xuddi mol bilan farq yo'q. Malik abam 6 jasus bilan hech qanday farq yo'q. O'zining manfaati uchun xalqning manfaatini tishib yutib Anike'nin Xitoy videosida bana chet elda manda muhojirlarimiz erken kelib ketib bordi, yo aqsholda ko'p bo'ldi, manchilik odamni kutib oldik deb statistikasini chiqarib berdi bizga. Mala kelib Uyg'ur jamoatini jiroq turgan ekan, meni hech kim ko'rmagan ekan, men berib keldim deymiz. Ammo Uyg'urning manfaati. Ammo bu bardigan ba'zi bir insonlarga, nadan ve cahil insonlarga yoki bo'lmasa shundoq jahillik tarafdorni ilayotgan insonlarga biz uni hech tushundira olmaymiz. Bizning deydiganimiz mushu. Aqlliq turib yoki bo'lmasa shu o'zining ma'lum cheklik 5 yil 10 yil yoki bo'lmasa har xil shaklda bedel to'layotgan qarindoshlarimizning Xitoyning mushta damiga uchib ketmaslikni oldini olish uchun. Abam qilib bunda jasuslar chiqadi, bir millatning ichidan manqurtlar chiqadi, setivitganlar chiqadi, Xitoylar ap o'timi deydiganlar chiqadi, har xil insonlar chiqadi. Ammo bizning, ya'ni aqli va Moşunu körüp analiz kılalaydıgan, gipimni tehlil kılalaydıgan qarindoshlarımızın Xitoyning bundoq damiga uchib ketmasligini. Ya'ni Xitoy bunda öyle vatanga berishni bir bundoq normallashgan holatga akilish massizmda bizning oldinga xaltaga uchib ketishimiz bu bexatarlik. Buni ashundaq berish tarafı beribdi-go, ma beribdi-go, men basam nim bo'pti. Ben berip körüp alman bağandikinin bopta. O Mikel'de işinin bombada Uygurlu bir ötürü bitemdi. Doğru ötürü bitmeydi. Ama her günü ülüdü kalıgını bilmeydi. Her bir Uygur bir gün aç bağanlığa lanet okşu anam her günü ölgünü çoğu. Bunun artık ölüm yok. Halkının nazarında her günü ölgenin artık ölüm yok. Ölüm bir kıtım buldu da bir kıtım öldük kettik. Şuna mı ya? Yaxşı namımız yaman namımız kalıdı. Ama hayat durup her gün ölüş mabek azaplık istiyor mu? Şuna men qarindoshlarimiz bu yerda hayat turib har kun ulishga muhtolab olib qolmaslik.